Assalomu alaykum. Xabarlar, voqealar tafsiloti bilan tanishing. Efirda Qashqadaryo axboroti informatsion dasturi. Mamlakatimizda yoshlar bilan ishlash, ularning muammo va takliflarini o'rganish hamda kelajagiga daxldor masalalarga alohida e'tibor qaratish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Prezidentimiz tashabbusi bilan har haftaning payshanba kuni davlat tashkilotlari va idoralarida yoshlar kuni sifatida belgilanishi rahbarlar bilan yoshlar o'rtasidagi muloqotni yangi bosqichga olib chiqdi. Kasbi tumanidagi yoshlar markazida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i hamda Qarshi harbiy prokurori ishtirokida rahbar va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda so'z olganlar dastlab prezidentimiz tomonidan yoshlar uchun ta'lim olish, kasb-hunar egallash, bandlikni ta'minlash va tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish borasida yaratilayotgan keng imkoniyat va imtiyozlar haqida atroflicha to'xtalib o'tdilar. Shuningdek, yoshlarning har bir tashabbusi va murojaati davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekani alohida ta'kidlandi. Mazkur muloqot yoshlar bilan ochiq va samimiy ruhda kechdi. Bunday uchrashuvlar orqali yoshlarning fikrini eshitish, ularning qiziqishlarini o'rganish, muammolarga yechim topish, shuningdek, ularni kasb-hunar tanlashga yo'naltirish maqsadlari ko'zlangan. Tadbir davomida yigit-qizlarga favqulodda vaziyatlar tizimining jamiyat hayotidagi o'rni, qutqaruvchilarning sharafli va mas'uliyatli kasb haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Bugungi kunda prezidentimiz tomonidan yoshlarga keng ko'lamli sharoitlar yaratib berilmoqda. Xususan o'zim ham yong'in qutqaruv amaliy sport turi bilan shug'ullanib, mana shu tizimga ishga qabul qilinganman. Ushbu tadbirda yoshlarimiz uchun va ularning sport bilan shug'ullanish uchun, vatanparvarlik ruhini shakllantirish uchun o'z maslahatlarimizni berib bormoqdamiz. Rahbarimiz bilan ham uchrashuv juda ham ajoyib bo'lib o'tmoqda. Maktab o'quvchilarini ham o'zlarini qiziqtirgan savollarini berishmoqda. Bu uchrashuv yoshlarimiz uchun o'zlarini kelajakdagi keng yo'llarini topib olish uchun juda ham muhim uchrashuv deb bilaman. Uchrashuv jarayonida yoshlarni qiziqtirgan savollarga batafsil javoblar berildi. Ishtirokchilar qutqaruvchilik kasbining o'ziga xos jihatlari, tizimda xizmat qilish uchun zarur bilim va tayyorgarlik haqida ham foydali ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Bu uchrashuv juda ajoyib tarzda o'tdi. Mening tengqurlarim uchun ham bu juda muhim uchrashuv, chunki odamning o'zida bo'lgan ishonchni orttiradi va bu suhbat orqali o'zlari uchun kerak bo'lgan ma'lumotlarni olishadi. Samimiy ruhda o'tgan uchrashuv yoshlar uchun katta taassurot qoldirdi. Bunday muloqotlar yoshlarning dunyoqarashini kengaytirish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda kelajak kasbini to'g'ri tanlashiga ko'maklashishda muhim ahamiyat kasb etadi.